Azizlar, biz Eko bozordagi obyektimizdamiz. Bu joyimiz quruq nol holatda edi. U joyda ham ustalar ishlayotgan bo'lgan. 3 ta obyektni mashmashasi ham, xizmati ham 3 karra ko'proq bo'ladi. Nima uchun siz uyingizni dizayn orqali keyin qurishingiz kerak. Yomon bo'lib ketmasligi uchun, har qanday chang, shilini boshqa bo'lib ketmasligi uchun shunaqa izolyatsiya to'shab ketamiz. Bu ishimiz 51 kunda shu holatga yetib keldi. Bilmadim endi bu qanchalik tez yoki sekin, lekin imkon boricha ishimizni o'sha chet elda standartlariga moslab olib ketyapmiz. Bizda bor bu narsa VR orqali, ya'ni virtual reality ochkini taqib uyingizda yashab ko'rishingiz ham mumkin. Qaysi joylarda mos kelmasa, bizga aytib o'zgartirishlar berib, uni keyin to'liq realizatsiya holatiga olib kelishingiz mumkin. Azizlar, biz Eko bozordagi obyektimizdamiz. Bugun sana 21-iyun. Bu obyektimiz Jamshid aka Normatov so'z ustasiga tegishli bo'lib, esinglarda bo'lsa, buni biz nol holatida olib, Jamshid aka Normatovga buni to'liq holatda patkuch topshirishni niyat qilgandik. Endi sizlarga ish qaysi jarayonda ketayotganligini ichkaridan yoritib boramiz. Qani ketdik. Biz har bitta obyektlarimizda kirish zonalarini, o'zi umuman joylashgan qanaqadir mebellar, eshiklarga izolyatsiya, ya'ni yo'llarga bunaqangi yomon bo'lib ketmasligi uchun, har qanday chang, shilini boshqa bo'lib ketmasligi uchun shunaqa izolyatsiya to'shab ketamiz. Eshiklarni ham alohida izolyatsiya qilib jarayonni boshlaymiz. Bu joyimiz ofis studiya qilib olingan. Ofis studiya shaklida biz buni topshirishimiz kerak. Esinglarda bo'lsa, avvalgi videomizda bu joyimiz quruq nol holatda edi. Bu joyga biz nimalar qildik? Shu jarayonni sizlarga yoritib boraman. Buni biz birinchi o'rinda Eko 01 deb nomlaganmiz. Ya'ni Eko bozor yonida bo'lganligi uchun bu loyihamizni Eko 01 dedik. Bunga birinchi o'rinda demontaj kerak bo'lmagan, o'zi novostroyka bo'lganligi uchun noldan olingan quruq g'ish holatida edi. To'pli pol, issiq pollar o'tkazganimizdan keyin, ya'ni suxoy stяжка qildik. Suxoy stяжкаdan keyingi ishimiz atroflarini, перегородкalarini bunaqangi gipsokartondan alohida to'sib, keyin malyar ishlarini olib bordik. Azizlar, bu ishimiz 51 kunda shu holatga yetib keldi. Bilmadim endi bu qanchalik tez yoki sekin, lekin imkon boricha ishimizni o'sha chet elda standartlariga moslab olib ketyapmiz. Endi bizdagi bu boshlang'ich obyektlar bo'lganligi uchun balkim ba'zi joylarda sekin ketayotgandirmiz, ba'zi joylarda qanaqadir sifatimiz kimlarnikidandir pastroqdir, lekin harakatimiz xudo xolasa ancha sifat darajasiga va tezlikka olib chiqish bo'layapti. Bu kvartiramizga biz nimalar qildik? O'zi aslida dizaynerskiy studiyalar albatta 100% ajrab turish kerak bo'ladi. Oddiy prorab, ya'ni ustalar o'zlari olib qiladigan uydan. Biz bu kvartiramizni har 1 metr kvadratiga alohida yondoshganmiz. Ya'ni mana yorug'lik tushishlarini derazadan yorug'lik tushib, yorug'lik tushgan joyga zona qilinish kerakligi va undan tashqari har bir joyimizda qulaylik uchun rozetka, kulchatorlarni tashlab ketganmiz. Bilsanglar, ba'zi uylar juda ham chiroyli ko'rinadi. Bitgandan keyin remontiga kelsangiz ko'zlaringiz quvnatadi, yaltirab ajoyib chiroyli turadi, lekin kirib yashayman desangiz, siz u yerda qulaylikni ko'rmaysiz. Bizni Minaret studiyasini, Minaret kompaniyasini asosiy vazifalari, ya'ni asosiy ambitsiyalaridan biri biz klientga dizayn emas, qulaylik berishni oldinga suramiz. Ya'ni bu joyda yashaydigan, istiqomat qiladigan mijoz bu yerda nafaqat ko'zi quvnaydi, balkim qulaylikni ham his qiladi. Endi bizni bu obyektda nimalar qiynadi, nimada qiyinchiliklarga duch keldik? Eng bizni og'riqli nuqtalarimizdan biri ko'p narsaga punktual yondashilmasligida. Ya'ni bizni dizaynerlarimiz birinchi navbatda biz bu joyda korobka nol holatimizni alohida obmer olgan. Ya'ni o'lchovlarni g'isht holatiga olishganda o'shanga qarab turib dizayn qilishgan. Dizayn qilganimizdan keyin uni mijoz dizaynni tasdiqlab bo'lgan. Endi undan so'ng bizni перегородкаlarimiz bor edi. Ya'ni gipsokarton devordan hech bo'lmaganda 5 yoki 6 sm qochganligini hisobiga ikki tarafdan bino, ya'ni xona 10 sm gacha qisqargan. 10 sm gacha qisqarganligi dizayn tasdiqlangandan keyin uni izmeneniyasi, ya'ni o'zgartirish ko'proq mehnat talab qiladi. Ya'ni ko'proq kuch talab qilganligini hisobiga ba'zi joylarda shunaqa bizda noqulayliklar kelib chiqdi. To'g'ri, bu unchalik jiddiy emas. Endi keyingi obyektlarimizda albatta bu xatoliklarga, kamchiliklarga
ko'proq qarab ketamiz. Bu studiya variantdagi joyimiz. Buni xudo xolasa bizni kuzatib borsanglar, keyingi videolarimizda tayyor bitgan holatini, ya'ni bu yerda yashayotganlarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu joyimiz sanuzel bo'lib, buni endi hozirgi holati biroz svetlarimiz, chiroqlarimiz yo'qligi hisobiga qorong'u holatda imkon qadar dizayner ishlaganligini ko'rsatib berishga harakat qilganmiz. Ya'ni dushda ishlatilish, siz misol uchun shampun bilan sovunni oralig'iga ham qo'lingizni uzatganingizda ko'p vaqt yutqizmasliklaringizgacha hisobini olganmiz. Endi buni bitgandan keyin yana bir o'zingizlarga ko'rsatamiz. Haqiqatan qulayliklari bo'lsa, o'zingizlar baho berib ketasizlar. Aziz obunachilar, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, YouTube'da yana bundan-da yaxshiroq videolarni, yana bundan-da yaxshiroq obzorlarni qo'yib boramiz. Endi keyingi xonamiz Eco 02 ga o'tamiz. Bu joyimizni Eco 02 deganmiz. Nariginimiz Eco 01, bu Eco 02 bo'lib, bu joyni maqsadi kvartira, ya'ni yashash xonadoni qilingan. Ikkala tarafi ham deyarli metr kvadrati bir xil. U yoq 42, adashmasam bu yoq 44. 2 kvadratga farq qiladi. Bu yoqda o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. 2 ga bo'lib tashlaganmiz. Ya'ni bitta alohida yotoqxona, spanisi, bu yog'i studiya ko'rinishida oshxona bo'ladi. Imkon boricha biz yana bitta minaretni o'zini stillaridan, ya'ni yondashuvlaridan bittasi yorug'likni biz ko'proq yorug'likdan ko'proq foydalanishga harakat qilamiz. Imkon boricha mana quyosh tushishini ham ko'radigan bo'lsanglar, o'zi aslida bu yerga kunduzi hech qanday lampa shart emas, hech qanaqangi osvesheniya muhim emas, lekin shu holatda ham osvesheniyalar joylab ketganmiz. Hali bu uyimiz bitgandan keyin yana ham yorqinligini o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Azizlar, obuna bo'lishni unutmanglar bizga. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz sizni lentangizga chiqishni boshlaydi. Undan tashqari like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi videolarimizda ham yana ham bundan ko'proq obzorlarni ochib beramiz. Bu xonamiz yotoqxonamiz bo'lib, ustalarimiz endi ko'pgina nimalari, jihozlari shu yerda qoladi. Shu yerda turganligi uchun bu yerimiz sal tartibsizroq, buni aybga buyurmaysizlar. Bu joyimizni stilini aytib o'tib ketaman. Bu joyimizni neoklassika bilan minimalizmni uyg'unlashtirib, neo-minimalizm stilida quryapmiz. Ya'ni minimalizm bilan neoklassikani asosiy farqlab turadigan jihati bu tiagalarda. Ya'ni tiagalar bizga klassikani eslatuvchi bo'ladi, lekin to'liq qo'llanmaganligimiz hisobiga bu joyda biz neoklassikani minimalizmga gibrid qilib turib, o'rtada neo-minimalizm usulini o'ylab topganmiz. Bu joyda ham yashashga qulay, noqulayligi yo'q, tor emas. Haqiqatdan bitta yosh oila uchun bemalol shinamgina yashaydigan uy xonadoni bo'ladi. Bu xonadonimizni ham to'liq gips karton bilan перегородкаlarni olganmiz. Azizlar, ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Avvallari перегородкаlar gips kartondan emas, g'ishtdan, pishiq g'ishtdan yoki shunga o'xshagan materiallardan qo'llanilgan edi. Lekin gips kartonning ko'plab foyda taraflari bor. Biz Minaret studiyasi konveyer usuliga o'tayotganligimiz uchun bu bizdan tezlik talab qiladi. Ya'ni bitta xonadonga tushdikmi, 2-3 oyga qolmasdan tezroq bitirib chiqib ketishga harakatida bo'lamiz. O'shaning uchun gips karton bizdan vaqtdan yutishga imkoniyat beradi. Chunki bu birinchisi. Ikkinchisidan gips kartonning qulayligi, reelslarimda, Instagramlarimda ham qo'yib borganman, agar ko'rgan bo'lsanglar, izolyatsiya vazifasini ham bajaradi. Mana shu devor tarafga qilingan gips kartonimiz, misol uchun, mana shu ham yaxshigina izolyatsiya beradi. Yozda ham, qishda ham, qishda sovuqni, yozda issiqni o'tkazmaydi. Podokonnliklarimizni marmar toshlardan berganmiz, chiroyli chiqishi uchun va sifatli, undan keyin mustahkam bo'lishi uchun marmar toshlarni qo'llab ketganmiz. Radiatorlarimiz ranglarni sepib, parketlarni o'rnatgandan so'ngra o'rnatilib ketiladi. Bu joyimizni ham mana santexnikasiga alohida yondashganmiz. Har bitta uyimizda ko'plik poli bor, issiq poli bor. Yana bir ma'lumot, aziz obunachilar, biz keyingi obyektlarimizda harakat qilmoqchimiz radiator tizimidan qutulishga. To'liq ko'plik pol tizimiga o'tib, xonani bir xil temperaturada, bir xil haroratda ushlab turishni niyat qilganmiz. Bu joyimiz ham ikkalasi teng boshlangan. Bugun mana o'rtacha 50 kunning ichida shu holatga yetib keldik. Ishimiz biroz sekinlashgan. Nimani hisobiga? Men buni sizlarga ochiqlayman. Bu joyimizni vaqtni uzayib ketishligiga sabab Jamshid akamizga, ya'ni uy egasiga bizni ishimiz boshidan ma'qul kelganini hisobiga yigitlar to'xtanglar dedi. Bu ish bilan birga dedi, mana yonimdagi kvartirani ham o'zingizlar chiqarib bersanglar.
u joyda ham ustalar ishlayotgan bo'lgan. U joydan ko'ngli to'lmaganligi uchun bizga taklif qildi. Shuni hisobiga qo'shimcha u obyektni olganimiz ham hisobiga ishimiz biroz cho'zilib ketdi. Chunki 3 ta obyektni mashmashasi ham, xizmati ham 3 karra ko'proq bo'ladi. Shuni hisobiga ishimiz biroz sekinlashdi, lekin buni imkon qadar kamaytirishga harakat qilyapmiz. Doim ustakalarimizdan iltimos qilamiz, tezroq ishlab bizga tezroq bitirib beringlar. Aytgancha tezlik degani sifat tushirib olish degani emas bizda. Tezlikda sifatga ta'sir qilmaslikka harakat qilamiz. Endi biz olgan kvartirani ko'rsataman sizlarga. Ketdik. Bu joyimizni Eko 03 deb nomlaganmiz, ya'ni Eko bozor yonida bo'lganligi uchun ustakalarimiz ishlayapti. Hamma narsa bizda tabiiy ketadi. Bu joyda biz mijozimizdan olganimizda Rodman holati deydi. Ya'ni to'pli pollar to'shalgan, elektr ishlari qilingan va devorga to'pli pol qilinib, gips karton qotirilgan holat deydi. Uni kadr orasida ham qo'yib ketamiz. Agar ko'rib aniq tursanglar, kuzatib borsanglar, qaysi holatdan shu holatga keldi. Bu joyimizni yetib kelishligi muddati o'rtacha 1 oy muddatda shu holatga yetib keldik. U yoqdagi 50 kun edi, bu yoqdagi 1 oyda. Nimaga? Biz buni chala holatda olganligimiz hisobiga. Bu yerda olganimizni vaqti u yoqqa ham biroz ta'sir qildi. Bu joyimizni oshxona qilganmiz, planirovkani qo'yib ketamiz. Planirovkada hozir biz qayerda ketayotganimizni ham ko'rsatib boramiz. Bu joy oshxona, pastlari to'liq kafel bo'ladi oshxonani. Bu yerda mehmonxona qilib foydalaniladi. Ya'ni bu yoqqa klassik mebellarni joylaymiz. Bu yoqda televizor bo'ladi. Aytgancha bu obyektimizni stili ham neoklassika bilan minimalizmda gibrid holatda neo minimalizm stilida davom ettiryapmiz. Keyingi xonaga chiqamiz. Bu joyimiz katta koridor bo'ladi. Keyingi xonamiz bu yoqda master spalni. Hozirgi master spalnimiz holati gips kartonda ustidan malyar ishlari qilinib, bir ma'lumotni berib o'tib ketaman azizlar. Bu ishimizni elektrik ishi juda ham chala va juda ham abgor holat deydi. Chunki bizgacha bo'lgan 3 ta elektrik bundan ko'plab muammolar keltirib chiqargan. Birinchi elektrik pastdan poldan kabellarni olib o'tib ko'rgan, ma'qul kelmagan. Undan so'ng yana boshqa elektrik kelgan, yana boshqa bo'lgan. Xullas почти 20-30% holatdagi domni biz 100 dan boshqatdan rekonstruksiya qilib, dizayn tayyorlab, bir haftaning ichida o'sha dizaynni mijoz o'zi tasdiqlatib, undan so'ngra bu yoqda ishini boshlaganmiz. O'shani hisobiga bizning elektr ishimiz bu yerda 4-ishimiz bo'lgan. 4-elektrik kelib, elektr ishlarini bizning dizaynimizga moslab har bitta tochkalarini tushirib ketgan. Bu yer sanuzelimiz. Bu yerda ham ozgina tartibsizlik bor. Aybga buyurmaysizlar. Xudo xolasa bu yer bitgandan keyin asosiylarni, chiroqlarini qo'yganimizdan keyin juda ham chiroyli holatga keladi. Menimcha o'zingizlar ko'rib bunga baho berib ketasizlar. Sizlarga ham shunaqangi bosh og'riqsiz va zamonaviy bo'lgan sifatli xonadonlar kerak bo'lsa, pastdagi kontaktlarimizga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha harakat qilib, zamonaviy qilib sizlarga minaret uslubida bitkazib beramiz. Bu joyimiz 120 kvadratli 3 xonali joy. Hozir mana bu yoqqa o'taman. O'talisizmi? Ha? O'ting. Ketyapmi? Bu yerimiz detski, ya'ni mijozimizda 2 o'g'il, 1 qiz farzandlari bor. Bu yer 2 ta o'g'il uchun moslashgan. Hozir bu holat ham deyarli shu malyar qismidan chiqmoqda. Kraskaga tayyorlanyapti. Malyar qismidan chiqib, kraskani sepganimizdan keyin mebellarni joylab, undan so'ngra parketni yopishtirib, undan so'ngra mebellarni joylab yuboramiz. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu yer ham detski, kichkina qizimizga moslashgan bo'ladi. 3-xona bu. Bu kvartiramizda 3 ta sanuzel bo'lib, bittasi tualet, ikkitasi dushovoy va vannali sanuzellardan iborat. Xo'p, yana bizni bunda afzalligimiz bor. Nima uchun siz uyingizni dizayn orqali keyin qurishingiz kerak? Bunga bitta asosiy faktlardan biri har bitta ishingiz rejalanadi. Siz qayerga, qaysi mahsulotni qancha ketishini avvaldan bilasiz. Undan tashqari sizni o'sha uyingizni avvaldan uyingizni holatini ko'rasiz, dizaynini ko'rasiz va bizda bor bu narsa VR orqali, ya'ni virtual reality
siz anaqangizni ochkini taqib uyingizda yashab ko'rishingiz ham mumkin. Qaysi joylardir mos kelmasa, bizga aytib, o'zgartirishlar berib, uni keyin to'liq realizatsiya holatiga olib kelishingiz mumkin. Yana bir bizni qo'shimchamiz, har bir obyektlarimizga bunaqangi ventilyatsiya tizimini yo'lga qo'yib ketamiz. Ya'ni har bitta xonamizda toza havo bilan, chunki o'zingizlar bilasizlar, Toshkent havosi juda ham yomon holatda, o'shani inobatga olib turib, mana shu ventilyatsiya tizimini qo'yib ketganmiz. Bu ham bizni xizmatlarimiz ichida bor. Buni tizimlashtirish, buni injineriya, ya'ni muhandislik qismi biroz murakkab, lekin shu ventilyatsiya tizimini har bir uyingizga qo'yib ketsangiz, ertaga sizga toza havo albatta kelib turadi. U konditsioner keyingi masala. Bu sanuzelimizdan deyarli kafelari tayyor, faqat topologiya qolgan. Bu bizni Ekobozorda joylashgan loyihalarimizda keyingi videolarda boshqa obyektlarimizni ham sizlarga obzorini to'liq ko'rsatib boramiz. Qanaqangi savolinglar bo'lsa, izohinglar bo'lsa, negativ fikr bo'ladimi, tanqidiy fikr bo'ladimi, hammasiga ochiqmiz. Hatto kamchiliklarimizni ko'rgan bo'lsanglar, bemalol izohda yozib ketsanglar bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab turinglar, bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Shunaqangi xizmatlar sizlarga ham kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kattalar rahmat.